2026 Chevrolet Gentra yangi avlod dizayni bilan bozorni zabt etishga tayyorlangan model bo'lib, uning tashqi ko'rinishi zamonaviy chiziqlar va aerodinamik shakllar bilan ajralib turadi. Avtomobilning old qismi keng radiator panjarasi va o'tkir LED bosh chiroqlari bilan jihozlangan bo'lib, bu unga yanada sportiv ko'rinish beradi. Tanasi yuqori sifatli metall qoplamalar bilan ishlangan va rangi yorqin. Shuningdek, avtomobilni turli sharoitlarda qulay boshqarishga imkon beradigan aerodinamik dizayn elementi mavjud. Ichki qismi keng va ergonomik bo'lib, yuqori sifatli materiallar bilan jihozlangan. O'rindiqlar qulay va uzoq safarlarda ham yo'lovchilarga maksimal qulaylikni taqdim etadi. Salon dizayni zamonaviy sensorli ekran va intuitiv boshqaruv elementlari bilan boyitilgan bo'lib, bu haydovchiga barcha funksiyalarni qulay tarzda nazorat qilish imkonini beradi. Infotainment tizimi Bluetooth, USB va mobil ilovalar bilan integratsiyalashgan, shuningdek, navigatsiya tizimi ham o'rnatilgan bo'lib, sayohatlarni yanada qulay qiladi. Havoni tozalash va konditsioner tizimi avtomatik boshqaruvga ega bo'lib, yo'lovchilarga har doim qulay iqlimni taqdim etadi. 2026 Chevrolet Gentra kuchli dvigatel variantlari bilan jihozlangan bo'lib, yo'l sharoitlariga moslashadigan samarali ishlash imkonini beradi. Avtomobil turli transmissiya opsiyalari bilan taqdim etiladi, shu jumladan avtomatik va qo'lda uzatish qutisi, bu haydovchiga maksimal nazoratni beradi. Yo'l ushlab turish tizimi va barqarorlikni ta'minlovchi elektron tizimlar xavfsizlikni oshiradi. Shuningdek, Gentra old va orqa park sensorlari, orqa kamera va ilgor xavfsizlik yostiqlari bilan jihozlangan bo'lib, har qanday sharoitda maksimal himoya taqdim etadi. Bremza tizimi tezkor javob beradi va avtomobilni xavfsiz to'xtatishga yordam beradi. Avtomobilning yonilg'i samaradorligi yuqori bo'lib, uzoq masofalarga sayohat qilishda tejamkorlikni ta'minlaydi. Dvigatel samarali ishlash bilan birga atrof muhitga kam zarar yetkazadi.